davlat xaridlarida 3 xil ko'rinishda daromad qilish mumkin. Birinchisi bu tadbirkor bo'laroq siz mahsulotingizni yoki xizmatingizni sotasiz. Ikkinchisi bu brokerlik sohasida. Siz tadbirkorga brokerlik xizmati ko'rsatib, brokerlikdan daromad qilasiz. Uchinchisi bu gibrid formatda siz brokersiz va siz tadbirkorlik qilish imkoniyati sizda yo'q. Ya'ni iqtisodiy tomondan siz qila olmaysiz. Uchinchi pozitsiyada siz gibrid formatda daromad qilishingiz mumkin. Ya'ni yaxshi lotlarni topasiz, kalkulyatsiyasini chiqarasiz. Masalan, deylik, o'sha yana snegurishkami yoki bizda bo'lgan keyslardan yana biri, deylik, yil oxirida bolajonlarimiz uchun nima chiqadi? Prezident sovg'asi. Ana shu prezident sovg'asini ham aynan davlat xaridlari orqali tender e'lon qilib savdoga joylashtirilganda aynan ro'yxat beriladi. Aynan shu ro'yxatni kalkulyatsiyasini olasiz, hisob-kitobini olasiz, bozor bilan taqqoslaysiz, marja holatini bir aniqlashtirasiz va investor yoki tadbirkorga murojaat qilgan holda o'shalar bilan bir kelishilgan holda mana shu mahsulotlarni yutib turib olib bersangiz agar siz shu formatda ko'proq daromad qilishingiz mumkin. Ya'ni siz iqtisodiy holatda nol bo'lib turib ham tadbirkorlik qila olasiz demoqchiman davlat xaridlarida. Buning uchun ozgina bir bilim va ozgina bir ishtiyoq bo'lsa bo'ldi. Bu bilan yaxshigina daromad qilsa bo'ladi.